Vatandaş biz sizlarga bir 2 kun burun nima degan to'q? Masalan, chislani aytib o'taylik. Bugun chislar 2023-yil 6-oyning 3-kuni haftaga shanba vatandash. Tuniga nima degan to'q? Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mudofaa Ministrligi Austin bir qancha qitim Jungo tarafga uchur yo'llab, bu qitim Shangri-La yig'inida, ya'ni Singapurdagi yig'inda biz ko'rishaylik. Ya'ni Jungoning Davlat Mudofaa Ministri Li Shangfu bilan men yoki Davlat Mudofaa Ministri Amerikaning Austin men ko'rishiman desa rad qildi vatandash. Hozir ko'rinishni aytganda, yetib kelayotgan xabarni aytganda, ikki davlatning davlat mudofaa ministrlari o'ltirib stol ustida suhbat o'tkazmadi. Biroq bu yig'inga hozir qatnashgan 600 vakil 49 davlatdan yetib kelgan 600 vakilning oldida mesela tamoq ustiliga o'ltirganda stolning bir tarafida Li Shangfu, bir tarafida Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mudofaa Ministri Austin o'ltiribdi. Shunda o'ltirishdan burun xalqning oldida bular qo'l elishib ko'rishdi. Endi Li Shangfu Beijingdan kelgacha nima dedi? Ko'rishmayman dedi. Suhbatga o'ltirmayman dedi. Ana sharingni. Uyg'urlarda bir maqol bor. Nima deydi? Bormaymi degan to'ymanga 6 qatim beribdi, 7 qatim beribdi deb bu yo'q. Lekin siz shuni diqqat qiling hozir. Nutuq so'zlaganda Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mudofaa Ministri Austin mavzu nima? Qaysi mavzuda nutq so'zildi? Hindi Tinch okean rayonida Amerika Qo'shma Shtatlarining rahbarlik o'rni. Tamam. Endi Li Shangfu dushanba kuni so'zlaydi dedi. Bal qarasam hozir so'zlab qoldi hisobda. Haftaning birinchi kuni yakshanba kuni nima qaysi kunda? So'zlab poptu xabar kelib qoldi, ko'ramadim. Dushanba kuni deganda, buning mavzusi nima ekan desangiz, Osiyo Tinch okean rayonidagi bexatarlik to'g'risidagi yangi tashabbus. Demak, bu yerda dastlabda Austin o'tirib qo'ydi Amerikaning rahbarlik o'rni. Endi Tinch okean rayonida sen o'tirib qo'yding. Bexatarlik to'g'risi yangi tashabbus. Nima? Uni mazmunini ko'ramiz. Ishqilib ikki nuqtada ikki davlat mudofaa ministri ikki xil fikr qildi deyli. Hisobda gap ondan Lloyd Austin nima dedi desangiz, bizning maqsadimiz hozir popuza kuchini o'stirish. Popuza kuchini o'stirish bu rayonda urush va yoki to'qnashuv yuz berishning oldini olish. Bu yerda popuza kuchi degan tahdid kuchi deganda vatandash tahdid kuchining ikki ehtimolligi bor. Biri gezi keladi, men sen bilan elishiman. Biri gezi kelmaydi, mush tahdid bilan popuza ishiltib seni cheklayman. Sen tanlab ol deb tanlashni qarshi tarafdan oldi qo'ygandek bir gap deyman vatandashi. Shundaqmi ya? Albatta shundaq bo'ladi-da. Shunga popuza ishiltib men urushmayman. Men urushga so'ramayman, seni urushga olib kirmayman. Bu yerda to'qinishlik yo'l qo'ymaymiz. Bu yerda to'qinishimizning hojati yo'q. Bu yerda harbiy to'qinish yoki harbiy o'zgarish qilishimizning, Tayvan bo'g'izini parakanda qilishimizning hojati yo'q. Buni başdan oxiri siyosat sohasiga so'zlab kelyapti-da. Bugun Amerikada harbiy taraf ham shundaq so'zildi vatandashi. Endi bu yerda siz biz diqqat qildigan yana bir gap. Bunga men o'zim hayron qoldim, men tushunamadim. Nimishqa desangiz, endi qanday ahvol ostida yoki yiriklashayotgan munosabatlar doirasida yoki raqobatlashayotgan munosabatlar doirasida va yoki yana qandaqdir bir doirada, masalan bugungi kunda hozir esa Shangri-La yig'inining echilish vaziyatidan aytganda bugun daftarda nima deyildi desangiz, hozir rayon doirasida yoki uning siyosatdagi ma'nosi geopolitikalik siyosat sohasida jiddiy vaziyat ko'rilayotganda, ketayotganda Shangri-La'da ochilgan yig'inda Amerika Jungo munosabatiga butun dunyo diqqat qildi. Emniyet ahval yuqorida ko'zbadi. Hozir butun dunyo diqqat qilgan ikkinchi masala yana nima desangiz, Amerika Qo'shma Shtatlari
Merkezi İstihbarat İdaresi'nin başlığı William Burns 5. ayda Cungunu ziyaret qıptı vatandaş. Bunu məxfi ziyaret dedi. Bu xəbərini dəstləbdə tarqatqan gezet organ Angliya pul muamele gezeti. Pul muamele gezeti bu jarayonga yoki mushu ziyoratga baho berish to'g'risida biz Aqsarayga iltimos qildik. Davlat mudofaa ministri Aqsarayga iltimos qildik. Markaziy axborot o'rniga iltimos qildik. Ular isbotlab berishni rad qildi dedi. Mana bu qo'limda turdi juma rad qildi dedi. Shuning bilan uyaga berib Merkezi İstihbarat İdaresi'nin başlığı William Burns Jungo rehberleri bilen görüştü dedi. Kim? O çok isim familiyası yok. Yani şundakla Jungo'nun istihbarat organları, kadrları, emeldarları bilen görüştü dedi. Kim? Bu doğdu mu? O çok istihbarat kadimi Jungo'na kim bilen görüştü? Bu doğru isim mi yok? Vatandaşım ben başta ettim. Şunun bunun hayran. Qandaq ahval aslında çoğun devletler, mesela Rusya'dak, Amerika Qo'shma Shtatlardak, Jungo'dak, muşundaq üç taraf münasibet şekillenip durayotgan ahvalda. Şama Jungo bilan Amerika o'rtasida Tayvan meselesi, Rusya bilan Ukrayna o'rtasida Ukrayna meselesi, ya qo'shimcha G'arb dunyosining o'rtasidagi mesele. Muşu mesele, muş şekilde, muşundak murakkab şekilde mavzut bop durup kaldı. Tünügün ben size dedim. Rusya'nın Bexatarlık Komitetinin reisi Patrishov Jungo'ga 3 katım geldi dedim. Tünügün Jungo'nun Çin nime ismini birden ben bunu geçirin beni. Bexatarlık Ministerliğinin ministeri Moskvaga ziyaretke bar dediğini Beijing taraf matbuatı ilan kılmadı. Hazır qaytib keldi mi, kelmedi mi? Bunu mu Beijing taraf matbuatı ilan kılmadı? Ya ben köymeye kaldım bilmeyim. Bu doğruda haber yok. O kişi Jungo'nun Məxfi İşlər İdarəsinin başlığı Moskva'nı ziyaret kıldı. Muş aralıkta 5. ayda, 5. ayının qaysı günü bilgini bulmaydı o vatandaş. Amerika Qo'shma Shtatları Merkezi İstihbarat İdarəsinin başlığı William Burns Beijing'ni ziyaret kıldı. Gap endi bugünkü Amerika ovozida kelgan bir parça xabarda Amerika Jungo münasibetini yaxshilash sababi bilan Beijing'ni ziyaret kıldı deydi. Muşundaq muhim erbablar qandaq vaziyatda, qandaq ahvolda o'zaro bir-birini ziyaret qiladi, bir-birining davlatlarini ziyaret qiladi. Bu to'g'rida mening xabarim yo'q-ku, vatandoshim. Lekin hozir qaraganda birinchi bo'lib sizlarga xabar yetkazdik. Elon Musk. Çünkü Amerika'da texnika adamı, pen texnika adamı hem şundaqla Twitter'ning başlığı bugün günde hem çoğun pen tədqiqat ve şirketinin başlığı bugün günde bu kişinin Beijing'ni ziyaret kılışı. Bu bir görünüş. Bu kişinin kendi yani bir işki adam Beijing'ni ziyaret kıldıkken yani dünyada çoğun şirketinin adamları. Yani Jungo'nun iqtisad doğru sözlep geldik, müşündak bol değil dep vatandaşım. Sözlep geldik, endi bula Beijing'e badi degen gep, yani Beijing'e iqtisadi cihette yardım berdiğen iş var mı yok mu? Bu doğruda bölüm yok. İqtisadi yardım beriştiğen pulu berdi degenlik yapamaz. Meblağ selişten üzüm bir xil şekildeki yardım buludu da vatandaşında ama. Tuyuqsuzda bu erbablar Beijing'ni ziyaret kıldıgan bulup kaptı. Hatta Fransiya'nın bir şirketi umum Beijing'ni ziyaret kıldıgan bulup kaptı. Müşahvallasıdan den istihbarat idaresinin başlığı Amerika'nın Beijing'ni, Jungo'nu ziyaret kılışı işki devlet münasibetini yaxşılaş buluduğun bolsa. Ben tünüge şunda dedim ko. Mesela Jungo'da Washington turuşu yeni tayinlengen. Baş elçi şefin efendi tak bir pellenpeye bütünü koymay turup da Tayvan Amerika otunu sordu münasibeti. Gelişimi imzalandı dedim muşlarını koşup gelseniz Jungo hükümeti bir işlağa yol koyuşqa tayyar mı degan savolni qo'yamsiz yaqinda. Vatandaşım. Mesela üzüm Qottiq meydanını, Tersa meydanını Jungo hükümeti o'zgartimi? Şuna Amerika taraf G'arb dunyosi
boşap ketdimi deb savol qo'yamsiz yaqinda vatandoshim. Shundaq deb desak, bugun sizlarga nozik masala ustida yetkazganimiz Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar kotibi Antony Blinkenning xeli sinkir so'zlagan nutqi Rossiya Ukrainada askar chekindirish kerak. Bu noktadan aytganda bu fikir Jungo'ga qarama-qarshi keldi. Chunki Jungo Ukrainada besib olgan zaminlarni e'tirof qilish shart asosida Rossiya bilan Ukrainani ittifoqlashtirdi. Bular qarama-qarshi keldi. Ondan eng oxirida bir xabar vatandoshim turib ko'rib qo'ydim, saqlab qo'ydim, ko'rib qoldim, tuzib o'qiyolmadim, inglizcha ekan. Endaligi az to'la o'rgangan so'zini bo'yicha qarasam CNN'ning xabari ekan. Buningda 8 kun burun ekan vatandosh. 8 kun burun bo'lsa, bugun cheslag'i 3 bo'lsa, 5-ayning 31'den hisoblaganda 5-ayning 26-kunidan hisoblasak 8 kun atrofida shundaq bir hafta bo'lgan bo'ladi. CNN'ning ekraniga chiqqan xatda mavzuda shundaq deyilibdi. Aksaray Prezident Joe Biden Uyg'urlar to'g'risida Rais Xi Jinping mesaj yo'lladi. Aslidagi mavzuda Tayvan to'g'risida gap so'z bo'lindi degan mavzu. Uningga diqqat qilmadim. Shu ekrandagi so'zga diqqat qilib qoldim. Mesaj yo'lladi. Prezident Joe Biden dedi. Mush 8 kun ichida bu xabarni Uyg'ur medialardan, mesela radyoning bir betida bir yerda ko'rmadim vatandosh. Uningdan sert, nayt sezgör xabarlarni xabar qilayotgan to'g'ri betlarda, Xitoy tilli to'g'ri betlarda yoki Xitoy tilli video film to'g'ri betlarda bu xabarni ko'rmadim. 8 kun burun Aksaray Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden Uyg'urlar to'g'risida Rais Xi Jinping mesaj yo'lladi dedi. Bu dal endi qaysi vaqtga to'g'ri keldi? Ikkisidan bir parallel qo'ymoqchi emasman. Shu vaqtga to'g'rilab qo'yg'im yo'q, lekin 8 kun desangiz bu 5-ayning 25-kuni bo'ldi. 5-ayning 21-kuni men uchirtammidim deb tuningiz sizlarga topshirdim. Bir xastalikmi yoki ko'rmay qoldimmi deb 5-ayning 21-kuni Washingtonda Kavkaziya, Türkiye, O'rta Osiyo, Amerika Qo'shma Shtatlari to'rtaraf yig'ini ochildi. Bu yig'inning mavzusi Kaspiy dengizidan olqib chiqish munbiri deyildi. Ondaqchi CNN mushuni xabar qilgan qatorda anda Uyg'urlar to'g'risida to'xtaldimi va yoki qandaq uni bilmayman. Demak, CNN shundaq dediki, buningdan 8 kun burun ehtimol avvalgi haftaning juma kuni yoki shanba kunida 8 kun burun ekranda ko'rindiki, Prezident Joe Biden Aksaray Rais Xi Jinping Uyg'urlar to'g'risida mesajlar uchur yo'lladi. Tabriklaymiz Prezident Joe Biden. Rahmat. Sizga Aksaray.